Erkak kishiga onasidan keyin eng mehribon inson bu qiz bo'ladi. Qizi bor otalar, akalar, shuni payqaysizmi? Onadan keyin eng mehribon inson bu qiz bo'ladi. Mana bo'yi yetib qo'ygan qizlar otasini kiyimiga qaragan, dazmollagan, paypog'ini yuvgan, otasini usti boshiga qaragan. Uzatsangiz, dasturxon oldida o'tirsa, bir narsani og'ziga olib yemoqchi bo'lsa, otam, onam nima yeyotgan ekan deb turib, otasiga, onasiga ilingan shu qiz bo'ladi. Qizinglardan bitta so'rab ko'ringlar, ona qizim, kaftingizni ochib Allohdan birinchi nimani so'raysiz deb bitta so'raylar, akalar. Qiz duo qilsa, birinchi otasini duo qiladi. Keyin onasini duo qiladi. Keyin boshqalarni duo qiladi. U qizni butun borlig'i, ishongani, suyangani uni otasi bo'ladi. Shuning uchun otalar, qizingizni oila davrasida maqtang. Dunyoda eng chiroyli qiz meni qizim deng. Nabira qizingizni maqtang. Eng aqlli, dono qiz meni qizim deb qizingizni, nabira qizingizni eng yaxshi so'zlar bilan ta'riflang. Eng yaxshi qiz meni qizim deng. Ota uyida qalbi to'la mehr bilan uzatilsin. Ertaga borgan joyda muhabbatli, mehrli ona bo'lib beshik tebratsin. Bisotingizda bitta shirin so'z bo'lsa, uni qizingizga bering. Bitta sovg'a bo'lsa ham uni qizga bering. Fatima mening qalbimning bir parchasi deganlar. Kim uni xafa qilsa, men xafa bo'laman. Kim uni xursand qilsa, men xursand bo'laman dedilar Rasululloh. Qarang, meni yuragimning bir parchasi deyaptilar. Yuragimning bir bo'lagi deyaptilar. Haqiqatan qiz uzatganda ota yuragini bir parchasini uzib uzatadi. Shuning uchun osonasida kelini bor, akalar, otalar, yoningizdagi juftingiz, yoringiz, akalar, otasini yuragini bir bo'lagi bu. O'sha kelinga bo'lgan hurmat otasiga bo'lgan hurmat. Kelinga bo'lgan bepisandlik otasiga bo'lgan behurmatlik. Qiz borgan joyda yaxshi yursa, ota yaxshi yuradi. Qiz borgan joyda notinch bo'lsa, birinchi notinch bo'lgan ota bo'ladi.